Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchi muxlislarimiz. Mana bugun biz Samarqand tumani Yangijoy atalmish go'zal bir yangi albatta mahallalarning biridamiz. Bugun ayajonimiz Sharofat ayaning qutlug 73 yoshli yubileylari bilan tabriklab chiqamiz. Biz bilan birgalikda mehmonga marhamat. Assalomu alaykum. Go'zallikda butun dunyo ayollarini ortda qoldiradigan aziz munis onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, qimmatli vaqtlarni ayamasdan kelgan aziz ayajonlarimiz. Mana bugun Yangijoy atalmish yangi mahallalarining birida aziz ayajonimiz, onaxonimiz bugun shukrona kunlarini nishonlamoqda ekanlar. Albatta bitta Qo'diroz qarchaqcharamiz Sharofat ayani taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Sharofat aya. Bugungi qutlug 73 yoshli shukrona kuningiz bilan, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan farzandlaringiz, kelinlaringiz, nabiralaringiz, yaqin qarindoshlar nomidan sizni tabriklaymiz. Qolaversa, albatta aziz jigarbanlaringiz Zafar aka va albatta kelin Toshoq kim Mehrangiz opa musofirchilikda yuribdilar. Mehrangiz opa nomidan farzandlaringiz Nodira opa, Zamira opa, Nargiz opa va albatta Furqat aka nomidan sizni tabriklaymiz. Hozir kiraverishda akajonimiz Zafar aka bizga ta'kidlashdiki, ayajonim biz uchun xonadonimiz farishtasi. Ana shu xonadonimiz nuri quyoshimiz. Biz uchun yagona Xudodan keyin ishonuvchi insonimiz. Dunyo boricha borsinlar-u, hamisha bizga soyabon bo'lib, bizni boshimizga bosh bo'lib, sihat salomat yurishlarini Xudodan so'rab qolamiz. Yana 100 bahorlarni ko'rib, ana shunaqa yubileylarda siz kelib tabriklash nasib aylasin deb sizni tabriklab yubordilar. Endi farzandlaringiz nomidan bitta chiroyli she'r bor. Agar mehmonlar ijozat berishsa, ayajonimiz uchun ata bitta chiroyli she'r olib kelganmiz. İşlerim yurishib ketsa galma-gal. İşlerim yurishib ketsa galma-gal. Kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo yetmagan hamon, onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim ushalmay ketsa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Men yomon, u yaxshi ko'rgani haqqi, bormasam kelib hol so'rgani haqqi, jonidan jon menga bergani haqqi, onamni Makkaga olib boraman. Dunyoni ortidan ketsam gar yiroq, kutguvchi ko'z yummay o'chirmay chiroq, yuzida ajimli sochlari oppoq, onamni Makkaga olib boraman. Onamdek mehribon kishim bormi yo'q? Bo'lar kim o'lchalik menga zormi yo'q? Chin do'stim farzandim, jigar yormi yo'q? Onamni Makkaga olib boraman. Faslning farqi yo'q, yoz, ko'klam, kuz, qish. Aytingchi dunyoda bitganmi hech ish? Ketib qabri uzra unmasdan qamich, onamni Makkaga olib boraman. İşlerim yurishib ketsa galmagan.
Kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal dunyoni bir chetga qo'yib eng avval ayajonimni Makkaga olib boraman deb farzandlari niyat qilib bitta qarsak chalib qo'yamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hozir farzandlaringiz aytishdiki, biz ertalab tursak, uyimizning quyoshi porlar. So'zlaridan bor yog'iladi. Yuzlaridan nur yog'iladi. Nurli ayajonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun siz uchun chiroyli sovg'alar bilan kelganmiz. Hozir farzandlaringiz, qizlaringiz, o'g'illaringiz, albatta kelinlaringiz, albatta opajonimiz Mehrangiz opa nomidan dunyoda qimmatbaho kitoblardan biri, dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardan biri Qur'oni Karim kitobini sovg'a tariqasida ayajonimiz uchun olib kelganmiz. Yana bitta qarsak chalib qo'yamiz, taqdim etamiz. Marhamat. Hozir albatta ayajonimiz nabiralaringiz sizni tabriklamoqchilar. Hozir Zafar aka, Mehrangiz opa qizchalari bugungi malikamiz ayajonlari uchun, buvijonlari uchun chiroyli guldastalar tayyorlab kelganlar. Guldastani taqdim etib, ayajonlarni tabriklab qoladilar. Marhamat. Albatta siz uchun ayajonimiz ana shu xonadonning ko'rki uchun bitta chiroyli fotosurat tayyorlab kelganmiz. Albatta bu ham farzandlaringiz nomidan ochib ayajonimiz uchun ko'rsatamiz. Marhamat. Marhamat. Albatta farzandlari suratlari mujassam bo'lgan chiroyli soat ana shu xonadonning ko'rki bo'lsin, muborak bo'lsin. Hozir aziz mehmonlar, yana bir nabiralari Nurangiz Bonu buvijonlarini tabriklaydilar. Nurangiz onajonim manam, dadajonim manam, olamda kingiz yagonam, mani dadajonim manam. Mana desekanda ana shu qizcha. Muborak bo'lsin. Hozir farzandlari nomidan tabriklarni eshitamiz. Marhamat, Nodira opa boshlab beradilar. Xo'p, bo'lmasa siz davom ettirasiz. Aziz onajonim, mehribonim, Makka-i Madinam onajonim. Sizni 73 yoshingizdan chin yurakdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat tilaymiz. Boshimizga sog' omon bo'ling. Nevaralarni, farzandlarni, qiz-o'g'illarni huzurini ko'rib yuring. Boshimizga soyabon bo'ling. Hajga borish ham sizga nasib ro'za aylasin. Farzandlaringizni duo qilib, ular yana bir bor sizni hajga ham olib borish nasib ro'za qilsin. Rahmat sizlarga ham. Hammangizlarga rahmat. Yuzlarga kiring onajon. Rahmat. Rahmat sizga. Marhamat, Nodira opa, siz ham yaqinroq taklif etamiz.
ayajonimizni qutlug' bugungi yubileylari bilan tabriklab qolamiz. Marhamat. Bijon, iloyim 72 yoshingiz, yana yoshlar qo'shib bizani baxtimizga sog' salomat bo'ling. Farzandlaringizni doimo huzur harovatiga bo'lib, sizni hamisha ko'nglingiz oq yurishini, ko'zingizga nam, dilingizga g'amni hech qachon ko'rmashni istayman bijon. Iloyim hamisha yo'llaringiz oq, yo'llaringiz ravon bo'lishini niyat qilib qolaman. Bijon yuzga kiring. Bizani boshimizga sog' bo'ling iloyimlar. Rahmat, tashakkur deymiz. Zafar aka, tabriklaymiz. Marhamat. O'yin bilan albatta hozir ayajonimiz. Xo'p, borib bitta ayajonimizni ko'rib kelamiz. Muborak bo'lsin. Hozir Sharofadaya biz siz uchun albatta shunaqangi chiroyli oqshomlar, shunaqangi chiroyli kunlar, shirin tortlarsiz tatmaydi. Siz uchun Avesto shirinliklar qasridan chiroyli shirin tortni olib kelganmiz. Hozir qizlaringiz, farzandlaringiz hammalari sizni 73 yoshda eshitdi. Lekin men o'xshatmadim. Siz hali 37 yoshga o'xshayapsiz. Marhamat. Oldilariga olib keling tortni, birgalikda kesamiz. Happy birthday to you. Albatta ayajon siz ham oldilariga o'tiring. Birgalikda o'g'lingiz, qizlaringiz bilan birgalikda shamlarni o'chirgan holda, niyat qilib shamlarni o'chirgan holda birgalikda tortni kesamiz. O'chiramiz shamlarni. Muborak bo'lsin. Endi birgalikda hammamiz ushlab tortni kesamiz. Marhamat. Niyat qilib. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oynayınız.
برسه ماشاءالله.
Albatta aziz ayajonlarimiz bugungi bazmimiz juda ham chiroyli o'tdi raqslar bilan. Ayajonimizni Sharofat oyani yana bir bora shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Hozir farzandlari nomidan chiroyli bitta sovg'a bor. Har bir aka, har bir onajonimiz ana shunaqa chiroyli sovg'alarga yarashadilar, ega bo'lmoqlari kerak. Albatta hozir Furqat aka hamda Zafar aka birgalikda ayajonimiz uchun bitta surprizimiz bor. O'shalarni taqdim etamiz. Qarsak chalamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Yana bir bora shukrona priz bilan tabriklaymiz. Ayajon, endi farzandlarga bitta chiroyli qilib duo berasiz. Marhamat. Nima deb gapirsan? Bolalarim sog'ligida hamma ilohi amin. Xudoyo xudoyga shu farzandlarim hamcha sog' bo'lsin, yerlarli bo'lsin. Mani yoshlarimga kirib borsin. Men ham shularni davlatim bilan sog' salomatgina bo'lib, bu yil ham shuna tug'ilgan kunlarga taklif qilsin Xudoyim taolo. Nevaralarim, kevaralarim hammasi sog' salomatgina bo'lsin. Sizlarga ham rahmat otajon. Bu ro'zg'or bola chaqalaringiz bilan hamisha sog' bo'lingiz, elli bo'lib yuringizlar. Xizmatlaringiz uchun rahmat sizlarga. Yuzlarga kirib yuringizlar. Marhamat, keling, xolajon, keling. Hozir Furqat aka xolajonlar kelguncha bitta chiroyli qilib tabriklaydilar. Marhamat.
Xudoyo amin. Xudoyo sog' bo'linglar, hammalaring sog' omon bo'linglar, yuzlaga kiringlar. Mana shu tabrik hammamizga ham nasib qilsin ilohim. Ana bu men deyman yana. Tinch bo'lsin, hammang sog' bo'linglar, dunyo tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Yana nima deyman? Rahmat sizlarga, e'tiboringizda Shahnon jamoasi bo'ldi. Yaxshi kunlaringizda, sizlarning xizmatingizda Shahnon jamoasi. Rahmat sizlarga. Baxt qasrini qurmoq bo'lsangiz, omad yo'liga yo'llasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qo'llasin. Azizlarimiz, bizni kuzatuvchi aziz muxlislarimiz, mana bugun biz yaxshi kunda, ezgu kunning birida mehmonda bo'lib, ularni tabriklab, mana shu chiroyli oqshomni, shu chiroyli tarixiy bugungi unutilmas oqshomni sizlarga havola etdik. Hamisha biz bilan qoling, Shahnon jamoasi bilan. Tashakkur. Rahmat. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روزی فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروز شما شادند از آن که روزی فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک ناله کنم نمیشه همدن بودم همیشه درد دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدن بودم همیشه چکی چکی
باران بین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یا که بینم رهای اشکم تو حود سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا نالکنم نمیشه هندن بودم همیشه در تگ دل آزاره دوان دوان بپیشه نالکنم نمیشه هندن بودم همیشه چکی چکی باران بین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایا